Bu bemorimizda kelganda asosiy shikoyatlari nevropatolog, nevrologik holatlarda ko'pincha qo'rquv, xavotir, vahima, tushkun kayfiyatlik, betoqatlik, bitta joyda turolmaslik, keyin uyqusizlik, ba'zan uyqu buzilishi holati, tez asabiylashib ketish holatlari shikoyatlari bilan kelgan va tanada ko'chib yuruvchi og'riqlar, juda ko'p og'riqlar bo'ladi bularda. Qo'l, oyoq, tana, mayda bo'g'imlar shunaqa holatlar bilan kelgan. Bularga licheniyani boshladik, ya'ni licheniyada qo'shimcha bularda xavotirli fobik nevroz holati. Munira opa, kelganingizga 8 kun bo'ldi. Xo'p, nima shikoyatlar, nimalar boshlangandi, qanaqa bo'ldi, hozir o'zgarish qanaqa, shular haqida gapirib bersangiz. Kelganimda juda asabiy edim. Hamma joyim og'riyotgandi. Yuraklarim ham og'riyotgan edi. Mana doktorlarimiz qancha davolash 8 kunimiz, 3 kun ichida og'riqlarimiz pasayib, yaxshi o'zimizni his qilyapmiz. Rahmat doktorlarga. Ancha foyda ko'rdim. Og'riqlarim qoldi, asablarim ham joyida. Yaxshiman. Rahmat aytaman doktorlarimizga.